Giyohvandlik jamiyatni yemiruvchi illat. U faqat bir inson emas, balki butun oilalar taqdiriga soya soladi. Bojxona organlari tomonidan Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumani hududida giyohvandlik moddalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurash maqsadida tezkor qidiruv tadbiri o'tkazildi. Tadbir davomida oldindan kuzatuvga olingan shaxs tomonidan boshqarib kelinayotgan avtotransport vositasi to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Unda narkotik modda borligi aniqlandi. Hozir shu haqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi tezkor xodimlari hamda Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya xodimlari bilan hamkorlikda Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumani hududida giyohvandlik moddalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish maqsadida tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi. Tezkor tadbir davomida oldindan kuzatuvga olingan shaxs tomonidan boshqarib kelinayotgan avtotransport vositasi Toshkent-Xorazm yo'nalishida A380 yo'lining Tuproqqal'a tumani hududidan o'tuvchi qismda to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruv jarayonida avtoulovning hujjatlar qutisi qismida taroq ichiga xufiyona yashirilgan shubhali buyum aniqlandi. Kimga tegishli bu? Sizning mashinangizdan? Mana, ochiq ishdan chiqyapti mana. Sizga tegishlimi? Ha? Menga tegishli. Toskoli, puli ko'rdingmi yo'q? O'tkir ishli, gashishmi? Ish puliga olding. 5 million so'm. 5 million so'mga kimdan olding? Zaxvatdan. Nima maqsadda olding? Natijada 2 dona polietilen paketda o'tkir hidli jigarrang bo'lgan giyohvandlik vositasiga o'xshash modda borligi fosh etildi va xolislar ishtirokida ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra ushbu modda sof og'irligi 16,94 gram bo'lgan gashish giyohvandlik vositasi ekanligi tasdiqlandi. Eng achinarlisi, bu kabi jinoyatlar ko'p hollarda ozgina miqdor deb baholanadi. Biroq qonun oldida har qanday giyohvandlik vositasi jinoyat. Shu kabi qilmishlar uchun aybdor shaxslarga 5 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Bir lahzalik xato yillab ozodlikdan ayrilishga sabab bo'ladi. Hozirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Bojxona boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.